hayotda qanaqa yashash kerak? Men sizlarga aytaymi? Xullas, bu hayotda sizlar pozitiv inson bo'lib yashashing kerakda. Unaqa uncha-muncha gap so'zlarni dilingga olib, xafa bo'lib o'tiravermanglar. Yuragingga hech qanaqa gapni olmanglar, chunki ularning gapi befoyda. Ularning gapini o'zlaringga olganingdan keyin siqilib qolasizlar, asabiylashishlar mumkin yoki xafa bo'lasizlar, yig'laysizlar. Bu esa sizlarni har xil turdagi kasalliklarga olib boradi. Shuning uchun eng zo'r yo'li sizlar ularga xafa bo'lish o'rniga keltirjib turaveringlar. Battar bo'lgin deysizlar-da, bo'ldi tamom. Endi oddiygina sodda qilib tushuntirishdi endi bu. Xullas, ularni gapini quloqqa ilib, ularni asabingni buzib o'tirgandan ko'ra, sizlarga zo'r yechimi, ularga e'tibor bermaysizlar, o'zlaringni pozitiv qizga aylantirasizlar, ya'ni kulib, mazza qilib o'zlaring bilgancha hayotlaringni yashab yuraverasizlar. Qolganlar esa nima desa deb ketaversin. Xohlaganicha yonib, xohlagancha negativ fikrlarni bildirib o'tiraversin. Yonib kuyib ketmaydimi? Sizlarga nima? To'g'rimi? O'zlaringga sog'lik o'zlaringga kerak. O'zlaringga salomatlik o'zlaringga kerak. Ularga kerak emas. Ular sizlarni asabingni buzib yoki jahlingni chiqarib, ular o'ziga sizlarning energiyalaringizni tortib oladi xolos. Ular o'zlari mazza qiladi, masalan, kommentariylarga kirib olib, so'kinib, urush janjal qilib yozishadi, ba'zilar bor. Shunaqa qilib urush janjal qilib yozib, o'zi mazza qildik-a shu kommentariyani o'qib deydi. Mazza qildim mana shu muhokama qilib yoki negativ fikr bildirib, urush janjal qilib mazza qildim deydi. Ular shu energiyani, sizlardagi yaxshi energiyani shunday tortib olib mazza qiladi, sizlarni jahlingni buzib chiqarib, asabingni buzib mazza qilib oladi-da. Bunaqani e'tibor berib, o'zlaringning energiyalarini ularga sarflab o'tirmanglar. O'shani mazza qilib muzika eshitinglar. Xohlagan qo'shiqlarni mazza qilib eshitib, mazza qilib raqsga tushinglar. Ularni fikriga e'tibor bergandan ko'ra-da, yoki xohlagan joylarga sayohat qilinglar, aylaninglar, boringlar, ko'chaga chiqinglar. Mazza qilib o'ynab, mazza qilib yashayveringlar. O'zlaring bilgancha yashanglar. Axir hayot sizlarniki, ularniki emas. Ular gapirib o'tiraversin. Voy, sizlar mashhur bo'lib, milliarder bo'lib, katta-katta pul topsalar ham ular sizlarga gapirib o'tiraveradi. Shuning uchun ular shunday o'tiraversin, sizlar uni o'rniga o'zlaringni hayotlaringni mazza qilib yashanglar. Men masalan o'zim hayotimni mazza qilib yashayman. Kim nima desa deyaversin, mazza qilib yashayveringlar hayotlaringda. Ularning gapiga e'tibor bermanglar. Faqat bu salomatligingizga ta'sir qiladi xolos. Kasal bo'lib qolasizlar, ularni o'ylab. O'shaning uchun hech kimning gapiga e'tibor bermanglar, mazza qilib yashayveringlar. O'zlaringni hayotlaring bu. Nima qilasizlar? Bugun qanaqa kiyimda kiyishni xohlaysizlar yoki qanaqa makiyaj qilishni xohlaysizlar? Sochlar o'zlaringizga yoqmayaptimi? O'zgartiringlar. Birovlar aytsa o'zgartirib o'tirmanglar. O'zlaringizga yoqimli bo'lib, o'zlaringizga yoqib yursalar bo'ldi. O'zlaringni sevinglar, bo'ldi. Mazza qilib yashanglar bu hayotda. Axir bu hayotda yashash insonga bir marta beriladi. Shuning uchun bu hayotimizni faqatgina pozitiv energiya bilan o'tkazishimiz kerak. Mazza qilib yashanglar qizlar.